avgust oyida tug'ilganlar. Ular bu dunyoga vazifa bilan kelishgan. Qiziq tomoni shundaki, ularning ko'pchiligi bolaligidanoq og'ir sinovlarni boshdan kechiradi. Bu ularning qalbini erta ochish uchun. Ularda ikkita yurak bor. Biri qo'rqmas, ikkinchisi ko'z yoshga to'la. Tashqaridan qattiq, baquvvat, ammo ichkarisida juda ezgu va nozik ichki olam yashaydi. Ushbu ikki energiya ularni butun umr yangilanish rejimida ushlab turadi. Avgustda tug'ilganlar ichida karmani yutib yuboruvchilar ko'p. Ular nafaqat o'zi, balkim atrofidagi boshqa insonlarning ham karmasini yutib qayta ishlashadi. Shu sababli ular tez charchashadi, lekin nimaga ekanini aniq bilmaydi. Ularni oson tushunish mumkin emas, chunki ular ko'p holatlarda o'zini ham yaxshi tushunishmaydi. Avgustda tug'ilganlar ko'pincha hayotda o'z o'rnini topguncha izlanishda yurishadi. Ular standart rollarga sig'maydi. Ularda to'xtab bo'lmaydigan bir nima bor. Ularning xarizmasi niqob emas, tabiiy nur. Ba'zilar uchun jozibali, ba'zilar uchun tahdidli. Shuning uchun ularga yo qattiq qiziqish, yo hasad yoki qo'rquv bilan qaraladi. O'rta yo'l yo'q. Ularning ichida yo'q deb bo'lmaydigan energiya bor. Ular kechiksa ham, yo'qolib qolsa ham, hech kim ularning o'rnini to'ldira olmaydi. Agar ular hayotingizdan chiqib ketsa, siz o'zingizda bo'shliq his qilasiz. Avgustda tug'ilganlar kosmosni tezda his qiladi. Ularning ko'pchiligi tushlar orqali signal olishadi. Ular o'zlari ham bilmagan holda energiyani sezishadi. Odamlar haqida ichki bilishga ega. Bu insonlar kechiktirilgan mo'jiza. Ular hayotning boshida juda ko'p narsalardan voz